Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Savolimiz u qadar qiyin emas. Qaysi nuqtaning koordinatalari 2 u 3 bo'ladi degan savol bizga berilyapti. Xo'p, bu yerda berilgan 2 u 3 nuqta, birinchi kelgan ikki raqami, ya'ni 2 nuqtasi doimo x o'qiga, ya'ni absissa o'qiga tegishli bo'ladi. Nafaqat bu nuqtalarda barcha berilgan nuqtalar, misol uchun a nuqta kichkina a yoki b deb berilayotgan bo'lsa, bu yerdagi a nuqta koordinatalar sistemasida birinchi kelgan a son x o'qiga tegishli bo'ladi. Gorizontal turgan x o'qiga. B son esa vertikal turgan y o'qiga, ya'ni ordinata o'qiga tegishli bo'ladi. Demak, tushungan bo'lsangiz davom etamiz. 2 va 3 nuqta qaysi berilgan nuqtalardan qaysi biriga tegishli bo'ladi? Bizga 4 ta nuqta berilyapti. A, B, C yoki D nuqtaning bittasiga tegishli bo'lar ekan. Xo'p, endi esa boyagi ma'lumotlarga ko'ra birinchi kelgan son x o'qiga tegishli deb oldik va x o'qidan 2, 1, 2 nuqtani topib olamiz va ushbu o'qdan belgi qo'yib olamiz. Keyingisi esa 3, ya'ni vertikal turgan y ordinata o'qidan 3 qiymatni topamiz va ushbu nuqtaga ham belgilanish kiritib olamiz. Va ushbu ikkita belgilarni bir-biriga nisbatan tutashtirsak, bir-biri bilan kesishgan joylari berilgan qiymatlarning nuqtasi bo'ladi. Ya'ni bizning berilgan qiymatimiz bu yerda aynan B nuqtaga to'g'ri kelyapti ekan. X o'qidan 2, Y o'qidan esa 3 nuqtalar aynan B nuqtaga to'g'ri kelyapti ekan. Tushundingiz degan umiddaman. Xato va kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolaman va keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb xayrlashib qolaman.